Ular nomi bilan butun bir tariqatlar, shogirdlik silsilasi, ma'naviy maktablar shakllangan. Otasi vafot etgach, u o'z merosidan voz kechib, barcha boyliklarini ikki akasi Shahobiddin va Muborakka qoldiradi. Mol dunyosi bo'lmagan, yostiq o'rniga ikki toshdan foydalangan. Tavajjuh, ya'ni qalbni poklash mashqlari bilan kamolotga yetkazadi. Denov o'sha davrda Naqshbandiya tariqatining yirik markazlaridan biriga aylangan edi. O'zbekiston, Tojikiston, Afg'oniston va Hindistonda yashab, tariqat an'analarini davom ettirmoqda. Xo'ja Olovuddin Attor ilm va amal birlashgan, tariqat va haqiqat uyg'unlashgan buyuk shaxsdir. Mavaro'un-Nahr ma'naviy tarixida shunday zotlar borki, ularning hayoti ilm, sabr, zuhd u taqvo va komil inson tarbiyasi bilan chambarchas bog'langandir. Ular nomi bilan butun bir tariqatlar, shogirdlik silsilasi, ma'naviy maktablar shakllangan. Ana shunday ulug' zotlardan biri Xo'ja Olovuddin Attordir. Assalomu alaykum. Irfon Plyusda bir ulamo tarixi Farohiddin Mas'ud sizlar bilan. Xo'ja Olovuddin Attorning asl ismi Muhammad ibn Muhammad al-Buxoriy al-Attordir. Ba'zi manbalarda u Muhammad ibn Muhammad Xorazmiy deb ham qayd etiladi. U asli xorazmlik bo'lib, otasi attorlik, atir va dorivor mahsulotlari savdosi bilan shug'ullangan savdogar bo'lgan. Tuhvat az-Zohirin va Tuhvat al-Ansob manbalarida Xo'ja Olovuddin Attorning nasabi Hazrat Ali ibn Abu Tolibgacha borib taqalishi batafsil zikr qilingan. Shu jihatdan u Saidlar sulolasiga mansubligi zikr etiladi. Attor unvonining berilishiga ikki sabab ko'rsatiladi. Birinchi sabab otasining attorlik kasbi, ikkinchisi esa Xo'ja Olovuddin Attorning sifatidan doimo xushbo'y, ma'naviy hid, yoqimli ta'sir taralib turgani deb izohlanadi. Bolalik yillarida otasi bilan Buxoroga ko'chib kelgan Xo'ja Olovuddin Attor shu yerda voyaga yetadi. Otasi vafot etgach, u o'z merosidan voz kechib, barcha boyliklarini ikki akasi Shahobiddin va Muborakka qoldiradi. Shundan so'ng Buxoro madrasalaridan biriga kirib, zohidona hayot kechira boshlaydi. Talabalik davrida dunyo manfaatlaridan yuz o'girib, tasavvuf yo'lini tanlaydi. U madrasani to'liq tugatib, Naqshbandiya sulukiga kiradi va umrining oxirigacha o'z piri Hazrati Bahouddin Naqshband yonidan ajralmaydi. Xo'ja Olovuddin Attor Hazrati Bahouddin Naqshbandning kuyovi va eng yaqin xalifalardan biri bo'lgan. U qasri Hindivonda shayx huzurida yashab, nihoyatda kamtarona turmush kechirgan. Mol dunyosi bo'lmagan, yostiq o'rniga ikki toshdan foydalangan. Dastlab uning yoshligi va qiziqqonligi pir tomonidan tarbiya qilinadi. Bahouddin Naqshband uni doimo nazoratda tutib, tavajjuh, ya'ni qalbni poklash mashqlari bilan kamolotga yetkazadi. Xo'ja Muhammad Porso Olovuddin Attor iltimosiga ko'ra Risola-i Qudsiya asarini yozib, unda Xo'ja Olovuddin tildan pirga oid qimmatli rivoyatlarni va hikmatlarni keltiradi. Ushbu ma'lumotlar keyinchalik Maqomot Xo'ja Naqshband kabi asosiy manbalarga poydevor bo'ladi. Xo'ja Olovuddin Attorning mustaqil yozma asarlari bizgacha yetib kelmagan bo'lsa-da, uning hikmatli so'zlari va ta'limoti quyidagi asarlarda keng aks etgan. Ali Safiyning Rashohat, Muhammad Boqiyning Maqomot Shoh Naqshband, Saloh ibn Muborakning Anis at-Tolibin, Muhammad Dorishukurning Safihat ul Avliyo, Abul Qosim va Sarvar Mavlaviylar to'plamlarida Xo'ja Olovuddin Attorning tasavvufdagi yuksak maqomi
e'tirof etiladi. o'n to'rtinchi asrning 90-yillarida Xo'ja Alovuddin Attor Buxorodan Denovga ko'chib keladi. U yerda xonaqoh tashkil etib, muridlar tarbiyalash bilan shug'ullanadi. Denov o'sha davrda Naqshbandiya tariqatining yirik markazlaridan biriga aylangan edi. Uning eng yetuk shogirdlari orasida Hazrat Yoqub Charxiy, Xo'ja Abdulloh Imom Isfahoniy, Mavlono Somiddin Porso, Shayx Sharif Jurjoniy, Shayx Umar Moturudi, Nizomiddin Xomush, Mavlono Abu Said kabi buyuk allomalar yetishib chiqadi. Manbalarga ko'ra, Xo'ja Alovuddin Attor hijriy 802-yili Rajab oyida dushanba kuni kasallanadi. Bosh va bel og'rig'i bilan kechgan bu darddan so'ng Rajab oyining 20-kechasi xufton namozidan keyin vafot etadi. Milodiy hisobda bu 1400-yilga to'g'ri keladi. U Denovdagi Shayx Attor Vali yoki Ostona buva nomi bilan mashhur qabristonga dafn etiladi. Qabrda keyinchalik o'g'li Hasan Attor va nabirasi Hoji Yusuf Attor ham qo'nim topgan. Xo'ja Alovuddin Attor sag'anasi 15-asrga oid. Dastlab kichik qabr bo'lgan bu joy vaqt o'tib katta ziyoratgohga aylanadi. 2000-yilda mahalliy aholi hashar yo'li bilan maqbara bunyod qilishadi. 2019 va 2020-yillarda esa zamonaviy ganjkor bezaklariga ega hashamatli maqbara quriladi. 2019-yil 4-oktyabrda O'zbekiston Respublikasining moddiy madaniy meros obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilib, davlat muhofazasiga olinadi. Bugungi kunda ham Xo'ja Alovuddin Attor avlodlari O'zbekiston, Tojikiston, Afg'oniston va Hindistonda yashab, tariqat an'analarini davom ettirmoqda. Xo'ja Alovuddin Attor ilm va amal birlashgan, tariqat va haqiqat uyg'unlashgan buyuk shaxsdir. U dunyodan voz kechib, qalblarni obod qilgan murshid sifatida tarixda o'chmas iz qoldiradi. Bugungi Denovdagi ziyoratgoh nafaqat tarixiy yodgorlik, balki komil inson bo'lmoqlik yo'liga chorlovchi ma'naviy maskandir. U zotning hayoti bizga bir haqiqatni eslatadi. Haqiqiy buyuklik mansabda emas, balki qalbni poklab boshqalarga nur ulashishdadir. Biz kichik o'rganishlarimiz natijasida shuni ma'lum qilamizki, Xo'ja Alovuddin Attor hazratlari haqida ma'lumotlar juda kamligini payqadik. Agarda sizda bizning ma'lumotlarimizni to'ldiradigan boshqa axborotlar bo'lsa, yetkazishingizni so'raymiz. Loyihamiz haqidagi fikrlaringizni, Xo'ja Alovuddin Attor haqidagi ma'lumotlaringizni hamda aynan bu loyihada ko'rishni istayotgan ulamo, allomangizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Irfon Plusdan uzoqlashmang. Farohiddin Mas'ud sizlar bilan bo'ldi. Assalomu alaykum.